Salom, yaxshimisizlar? 27 avgustdan 2 sentyabrga doğru ochamiz. Kech qoldim, bilasizlar, doim kech qolamiz. Yozganlar bo'lyapti, opa haftalik oching deb. Bo'lmasam 27 like bosgan obunachilar uchun deb niyatimni olaman. Bu 27 ikkita kelibdi. 28, 29, 30, 31, 1, 2. Görünüyordu mu? Yirmi yedi, 28, 29, 30, 31, 1, 2. sentyabr. Bo'lmasam 27'den başladık. 27. günü aqlingizdagi kishilar bilan yoki har qanday bir kishi bilan munosabatingiz sovuqlikda bo'lishi mumkin. Masalan, osqida, pauzada yoki haligi bir sovuqlikda yoki uzoq masofalardan bir-biringlarni kuzatishingiz ko'rinyapti. Ya'ni o'rtalarda bir ya'ni zaten hani aqlimdagi kishi bilan yoki ishda yaqinlar bilan zaten birgaman desangiz, qo'qqisdan urushib qolishdan ehtiyot bo'ling. Yo zaten hani munosabatimizda osqilar va pauzalar bor deyotganmisiz, ya'ni bir-biringlarni uzoqdan kuzatishingiz ko'rsatyapti. Yani aqlingizdagi kishi işte storylaringizni ko'rishi mumkin, ya'ni uzoqdan kuzatganligini farqiga borishingiz mumkin, ya'ni sizni ta'qib qilyapti. O'rtalardagi biroz shunaqangi muzlamalar, osqilar, pauzalar bo'lyapti. İloji boricha ishingizga ham urush bo'lmasligiga, tortishmalar bo'lmasligiga harakat qiling. Ichingizda ham en azından hech buna bo'lmadi deganda ham ichingizda ozgina kimgadir qarshi biron bir kishiga, biron bir narsaga ozgina sovushlar yoki muzlamalar bo'lishi mumkin. Hech bo'lmaganda ish hayotingizda ham ba'zi narsalarni biroz o'ylab ko'ray, qanday tushunib ko'ray, ya'ni pauzaga, osqiga olib qo'yish ehtimoliniz bor ko'rinyapti. Hech bo'lmaganda ham u kun yolg'iz qolishi, insonlar bilan vaqt o'tkazishni xohlamasligingiz mumkin. Ozgina işte shunaqangi muzlamalar bor ko'rinyapti bu yerda. 28. kuniga keldik. 28. kuni juda ham jasoratlisiz, ishingizda jasoratlisiz, ilişkilarda jasoratlisiz, o'zingizda jasoratlisiz, har qanday bir ish qilaman deyotgan bo'lsangiz bunda jasoratlisiz. Kuchsizda bo'lyapti. Ba'zi birlar işte onangizni tavsiyasini, opangizning tavsiyasini yoki yordamini olishingiz mumkin. Hech bo'lmaganda o'zingizdagi bu kuchli farqiga borishingiz va bir barakat ichiga kirishingiz ko'rinyapti. Ilişkilarda jasoratlisiz, ishingizda jasoratlisiz va farzandlaringizga ham yaxshi bir ona yoki yaxshi bir ota bo'ladigan bir energiyadasiz. Ya'ni kuchsizda desam ham bo'ladi. Ya'ni 28. kuni barakat ham bor, xudo xolasa. 28. kuni ishingizda ham masalan haligi bir kontrolli, kuchli, ishingizda ham hani bir o'zingiz bilan g'ururlanish, yaxshi natijalar, yaxshi kunlar bo'lishi ko'rinyapti 28. kuni. Ishingizda masalan qandaydir ishim yo'q degan siz bir ishga otilishingiz mumkin, jasorat kelishi mumkin. Yoki zaten hani ishim bor, ishlayapman desangiz, u yerda bir jasorat bilan işte bir o'zingizni ko'rsatishingiz mumkin. Shu balki bir ayolning yordamini olishingiz mumkin, onangiz yoki opangiz. Ba'zi birlar homilador ekanligini ham eshitishi mumkin. Ba'zi birlar homilador bo'lishligi mumkin. Ammo barakatli bir kun desam bo'laveradi. 28. kuni shunday. 29. kunga keldik. 29. kuni ishdan, moddiyatdan yaxshi bo'lyapsiz.
Mesela ish kollektivingiz bilan yaxshi emasdirsiz, yaxshi bo'lyapsiz. Ilişki, sevgida yaxshi emasdirsiz, yaxshi bo'lyapsiz. Ya'ni bir uchinchi kishilar sababli ozgina qalbingiz og'riganda bundan yaxshilanyapsiz. Bilinch oltingiz ham yaxshilanyapti, o'zingiz ham yaxshilanyapsiz, ishlaringiz ham yaxshilikka kiryapti. Kasallar bo'lgan bo'lsa, bunlar ham shifolanyapti. Allohning izni bilan shifolanishlar bo'lyapti. Tijorat boshlamoqchi bo'lganlar tijorat boshlashi, ishim yo'q deganlar ish boshlashi, ish gaplashgani chiqadiganlar, ish gaplashadiganlar bor ko'rinyapti bu yerda. Keyin yana bir necha balki tijorat ishlarida klientlaringiz ko'payishi mumkin. Tijorat ishlar yoki kim bilandir o'rtoqliklar tuzishingiz mumkin, ish topishingiz mumkin, ish qidirgan chiqishingiz mumkin. Ilişkilarda ham hani yaxshi bo'lyapsiz, munosabatlarda ham yaxshi bo'lyapsiz. Kasalman, bir yerim og'riyapti, holsizman deganlarda ham shifolanish bo'lyapti 29-kuni. 30-kuniga keldik. 30-kuni aqlingizdagi kishidan yoki har qanday bir kutayotgan birisidan qadam otishini kutayotgan bo'lsangiz, bundan qadam otishliklar bor. Kim bilandir butunlashishni xohlayotgan bo'lsangiz, bundan butunlashish bor yoki hali o'zingiz bilan butunlasha olmayotgan bo'lsangiz, o'zingiz bilan butunlashish bor. Qo'lingizga pul kelishi bor, pul kutayotgan bo'lsangiz, bu pul keladi. Birisini qadam osishini kutayotgan bo'lsangiz, bu qadam keladi. Yarashishlar, butunlashishlar bo'ladi. Ishingizda ham masala, qo'lingizga pul kelishi, qo'lingizga yoki birisi işte shu ishimni qilib ber deyishi mumkin, ammo pul qarshiligida, ya'ni sizga balki pul qarshiligida biron bir ish bitirishingiz mumkin. Ama siz uchun pozitiv bir kun bo'lyapti 30-kuni. 30-kuni balki insonlar davrasida bo'lyapsiz, balki insonlarga qo'shilgingiz kelyapti, balki insonlar bilan yaxshi bo'lyapsiz, aqlingizdagi kishi bilan yaxshi bo'lyapsiz. Qadam otmaganlar qadam otishi, qo'lingizga pul kelishi yoki hech bo'lmaganda hammasi bor menda deyotganlardan hech bo'lmaganda en azından qo'lingizga bir fursat kelishi ko'rinyapti 30-kuni. Zaten bu 28-kuni oy tutilmasi bor. 28-avgust kuni oy tutilmasi bor. Agar sizdan kim sirlar yashirgan bo'lsa, bunlar o'rtaga chiqishi mumkin. Yana nima? Bir haligi kimdir ilişkisini bitirishi mumkin, kimdir bitirmasdan yaxshi bo'lib o'tishi mumkin. Ya'ni bir qaror olish, ya'ni o'zingizni tanish, o'zingizni ko'rish, o'zingizni bilish, o'zingiz bilan butunlashish bo'ladi 28-dan keyin. Chunki nimaga 28-kuni baliq burjida oy tutilmasi bor. Baliq burjida oy tutilmasi bo'lgani uchun baliq bilasizlar, tuyg'usaldir, tuyg'usal bo'lib qolishinglar ham mumkin. Suvdir, ya'ni suvlarla masalan biron bir narsalar yashanishi mumkin, masalan yo yomg'ir yog'ishi, sel yog'ishi yoki suv bilan bir anglashmalar bo'lishi, ya'ni mamlakatda ham ya'ni shunaqa narsalar bo'lishi mumkin. Ammo masalan ochiq suvlarni ichmanglar, har xil suvlar ichmanglar yoki haligi nima deydi? Bulashuvchi deydimi o'zbekchasiga, bulashtirasan deydi, yuqaydigan biron bir kasalliklardan ehtiyot bo'ldi. Chunki har yerda ochiq suvlarni ichmanglar. Chunki oy tutilmasi baliq burjida bo'lganligi uchun, baliq burji suv elementiga kirganligi uchun, ya'ni suvlarga diqqat qilamiz. Ya'ni sellar, yomg'irlar, hech bo'lmaganda yo bo'lmasam bu suvlar bilan bir anglashmalar yoki shunaqangi narsalar bo'lishi mumkin. Bulashuvchi, yuquvchi kasalliklar, shunaqangi narsalar bo'lishi mumkin. Ya'ni mamlakat bo'yicha, ya'ni ammo ekonomikada yaxshi anglashmalar bo'ladi. Har xil qarorlar olinishi mumkin. Masalan, 28-avgustdan ya'ni butun dunyoda ba'zi narsalar bo'lishi, qarorlar olinishi mumkin ko'rinyapti. 31-kuniga kelganimizda esa 31-kuni qanday bo'lyapti? Biron bir kishini kutayotgan bo'lsangiz, yo'liga qarayotgan bo'lsangiz, bu kishi kelishi mumkin. Ko'p duo qilyapsiz, ma'naviyatingiz ortgan kun bo'lyapti, ko'p duolar qilyapsiz, namozlar o'qiyapsiz, balki işte spiritual narsalar, ya'ni tarotida yoki hanigi manifestida, ya'ni spiritual narsalar bo'ladi, shunaqalar bilan hani qiziqishingiz bo'lyapti. Masalan, qamoqxonada kimdir bo'lsa yoki asirda kimdir bo'lsa, qarindosh-parindoshlar bunlari chiqishi mumkin. To'xtab qolganmi video yo davom etyaptimi ko'ra olmayapman, bittasi yozyapti-da. Davom etyapti.
shunaqangi chiqib kelishi mumkin. Asirda qolganlar shart chiqib kelishi mumkin. Alloh izni bilan yo'llar ochiq bo'lsin. Masalan, aka-ukalaringizda bir o'zgarishlar yashashingiz mumkin. Bu 28 oy tutilmadan keyin ya'ni kimlar qayerga ketishi, nima qilishi, qaysi yo'lda davom etishi bular uchun qaror beriladi. Ya'ni 31-kuni ham shunday ya'ni. Agar qamoqda, asirda işte bironta aka-ukangiz bo'lsa, bunlardan xabar kelishi. Bunlar bilan bog'liq o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Duolar qilishingiz, sportlar bilan shug'ullanishingiz mumkin. Hayotingizdagi yoki ya'ni kimdir kelishini xohlayotgansiz, hayotimda hech kim yo'q degansiz, balki bu inson bilan qarshilashishingiz mumkin. 31-kuni shunday. Birinchi kuniga keldik. Birinchi kuni masalan, kim bilandir urushib qolganingiz bundan xabar olasiz. Ozgina tortishmalar ham bor ba'zi birlarda. Urushib qolgan kishilaringizdan xabar olishingiz mumkin. Aqlingizdagi kishidan xabar olishingiz mumkin. Sevgan insonlaringizdan xabar olishingiz mumkin. Telefonlaringiz turmasligi mumkin. Siz bu telefon qilganlar, işte SMS yozganlar, ya'ni shunaqangilar ko'payishi mumkin. Yo bo'lmasam birinchi kuni işte u yoqqa borasiz, bu yoqqa borasiz, ya'ni shunaqangi narsalar ko'payishi mumkin. Ammo romantikalar ham bor ba'zi birlarda. O'zingizda ham bir romantikalar bor ya'ni. Masalan, o'rtoqlaringiz yoki sevgilingiz bilan biron bir yerga uchrashuvga, romantikaga chiqishingiz mumkin. Bu romantikada boshqada işte hech kim bilan janjallashmaslikka harakat qilinglar. Boya bir harakatli bir kun, balki hech qachondan beri kelmagan xabarlar kelishi mumkin. Ya'ni birinchi sentyabr kuni harakatli bir kun desam ham bo'laveradi. Ikkinchi sentyabr kuni esa sentyabr kuni ichingizda ozgina huzursizliklar bor. Ba'zi birlarda atrofida raqobatlar ko'rishi mumkin. Ba'zi birlar ichida huzursizlik, ba'zi narsalar tark etib ketvorgisi kelishi, ya'ni shunaqangi bir tushkunlikka ham tushishi mumkin. Ozgina baliq miya bo'lib qolishiga ehtimol bor. Ya'ni bu nima degani? Unutganlik. Masalan, menga o'sha bitta videoni 2 marta otganlar. Men ham kecha kuni bitta videoni 2 marta otganman, masalan, qo'yganman Instagramga. Ya'ni shunaqangi adashmovchiliklar, hofiza yo'qotishligi, ya'ni shunaqangi narsalar bo'lishi mumkin. Ammo atrofingizdagi insonlarga, aqlingizdagi kishilarga, ish yeringizdagi insonlarga va hokazo atrofingizdagi insonlarga anlayish ko'rsatmoqchi bo'lyapsiz. Balki anlayish ko'rsatmaganligingiz uchun ham, balki sizga anlayish ko'rsatishmaganligi uchun ham ozgina xafa bo'lyapsiz. Ozgina ichingizda xafa bo'lishliklar bor. Ammo balki hech yo'q deganda kimdir hayotiga yangi bir qismat kelishi mumkin. Moddiyot kelishi mumkin. Moddiyotdan ham yaxshisiz. Biroz unutganlik, biroz tuyg'usallik. Bir qarasangiz, hani qilgan ishlaringiz esiga tushib ketib, işte bu haqdaligi biroz xafa bo'lishingiz mumkin. Yo bo'lmasa, hani sizga kimdir nimadir qilgan bo'lsa, bu sizga tushib ketishi mumkin. Ya'ni boya tuyg'u qarishiqligi ikkinchi kuni boya tuyg'u qarishiqligi yashayapmiz. Balki o'zimiz bir xonaga tiqolish, balki yolg'iz qolish yoki işte bironda yig'lab olish, bironda kulib olish. Ya'ni tuyg'u qarishiqligi bor. Hayotingizga qismat kelishi mumkin masalan. Kimdir ozod bo'lgisi kelyapti masalan ikkinchi kuni. Ya'ni men bu kungadir yashab, zotan 28dan sonra ko'pchilik hayotini boshqa yo'lga qo'yadi dedim. O'zini ozod his qilmagan, ozod ruhli his qilmagan insonlar balki ozodlikka qaror olishi mumkin. Balki işte men nima qilyapman, mana shuni o'tkazyapman işte deb turib boshqalar hayotiga nazar solib turib, boshqa yo'l tanlashi mumkin. Qismatingiz kelishi, pul kelishi, ammo tuyg'usal qarishiqliklar bor ya'ni. Ikkinchi kuni. Balki ikkinchi kundan keyin yana haftaliklar videosi yoki sentyabrga videolar qilamiz. Ko'ramiz kimlarda o'zgarish nimalar bo'ladi. Sentyabr oyi uchun bir Joker ochilishi qilamiz. Bu o'tmish, kelajak degan bir ochilishi bo'ladi. Xudo xolasa. Ya'ni bu hafta shunaqangi birinchi 6 oylar, energiyalar shunaqangi bo'lyapti. Keyingi videoda ko'rishguncha bye bye.